أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar, saboqdoshlar. Bugun bizning darsimiz yani şu aqsamul fi'l va alamatu kulli qismin min al-af'al. Yani fi'lning qismlari va har bir qismninki alomatlari haqida to'xtalamiz. Unda da bizning to'xtalmoqchi bo'lganimiz fi'l odatda 3 qismga bo'linadi. Fi'l mazi, fi'l muzari va fi'l amri deb. Unda da fi'l mazi degan nima va fi'l mazining alomati nima, fi'l muzari degan nima va fi'l muzarining alomati nima, fi'l amri degan nima va uning fi'l amri bo'lishining alomati nima va uning qo'shib ikkinchi bir mazmun ismi fi'l degan nima bu haqda to'xtalamiz. Undan keyin her bir fi'lninki mabni bo'lish alomatlari va mu'rab bo'lish ahvollari haqida to'xtalamiz. Endi fi'l mazi, muzari, amridan iborat 3 qismga bo'linadi va fi'l mazi, muzaridan iborat 3 qismga bo'linishlarga fi'l mazi degan nima? Esa fi'lun yadul fi'l mazi kalimatun tadullu ala hudus shay qabla zaman at-takallum. Yani sözlüvatkan zamanda ilgirki ma'lum bir ish hareketini ma'lum hodisaga dalolat qilgan so'zni fi'l madi deymiz. Endi fi'l muzari degan so'zda fi'l muzari degan fi'lun yadullu ala hudus shay fi zaman at-takallum aw ba'da. Yani fi'l muzari degan sözlüvatkan zamanniki ya sözlüvatkan zamandan kimki bir davrdagi ma'lum ish hareketini bildirgan bo'lsa, mana bu fi'l muzari bo'ladi. Unda bu fi'l amri degan nima? Biz fi'l amri deganimiz fi'lun yatlubu min al-hadas. Ma'lum ish hareketini talab qiladigan va kelgusi zamonda ma'lum bir ish hareketini talab qiladigan fi'lni biz fi'l amri deymiz. Unda da fi'l mazining alomati nima deganda fi'l mazining alomati shu fi'lning fa'il bo'lgan ta'ni qabul ta'ul fa'illarni qabul qilishi va ta'ud ta'nis as-sakinni qabul qilish mana bu fi'l mazining alomati. Endi fi'l muzarining alomati nima deganda fi'l muzarining alomati bo'lsa u fi'lninki ta'ul ya'ul muxatabani qabul qilishi va shundaqla harfi jazm olgan lamlarni qabul qilishi, harfi nasblarni qabul qilishi mana bu fi'l muzarining alomati. Va shundaqla fi'l mazi, fi'l muzari fi'l mazida meydon keladi. Shundaqla bu fi'l muzari mazi meydon kelish uchun chuqur har bir muzarida olgan 4 harfning birisi bilan meydon keladi. Masalan biz 4 harfni elif, nun, ya, tadbir bunda alif bilan boshlangan shartsiz fi'l muzari mutakallim bo'ladi. Azhabu, aktubu, aqra'u deganga o'xshash. Endi fi'l muzari nun bilan boshlangan bo'lsa nazhabu, naktubu o'xshash chuqur bu fi'l muzari mutakallim jami' bo'ladi, birinchi shaxs ko'plik bo'ladi. Ammo fi'l muzari ya bilan kelganda chuqur bu uchinchi shaxs bo'ladi. İkinci şahs olib qolmaydi. Ammo eng mushkul qasi deganda fi'l muzari ta bilan kelsa tazhabu deganga o'xshash bu ikki ehtimollik. Yoki uchinchi shaxs ayollik bo'ladi, ya ikkinchi shaxs ayollik va erlik bo'ladi. Masalan, at-talibatu tazhabu ila at-talibatu tazhabu ila suq deganga o'xshash. Undan boshqa anta tazhabu ila suq deganga o'xshash. Shunda yoki ikkinchi shaxsni bildirdi ya uchinchi shaxsni bildirdi. Demak fi'l va amri bo'lish uchun fi'l amri bo'lish uchun fi'l amrining alomati nima deganda fi'l amrininki alomati chuqur bu amri ma'nosiga dalolat qilgan bo'lish va amri ma'nosiga dalolat qilish bilan birga nun ta'kidni qabul qilgan bo'lish kerak. Agar u amri ma'nosiga dalolat qilib turib nunu ta'kidni qabul qilinmasa bu chaqda bu fi'l amri olmasdan bu fi'l ism fi'il deb ataladi.
İsim çünkü buyruk manası pil emrinin alameti çokum buyruk manasını uqturuş ve nunu ta'kidni qabul qilishdi. Nun ta'kidni qabul qilgan hala shakllansa bu ism fil bo'ldi. Ism fil degan nima deganda, ism fil masalan sah deganga o'xshash, ufin deganga o'xshash, ayhat deganga o'xshash, shayton deganga o'xshash. Endi ism filmi o'z navbatida uchga bo'linadi. O'tgan zaman fil mozining ma'nosi ism fil, fil muzarining ma'nosi ism fil, fil amrining ma'nosi ism fil deb uchga bo'linadi. Anda ism fil degan nima deganda, ism fil degan kalimatun tadullu ala hudusi shay fi zaman muayyan va la taqbalu alamatal fil. Yine fili ismi fil degan ma'lum sharkat ma'nosini bildiradi. Yine fil bildirgan ma'ni ya o'tgan zaman fil bildirgan ma'ni yoki hozirgi zaman fil bildirgan ma'ni ya kelgusi zaman fil bildirgan ma'ni bildiradi va shuni lekin o'xshamaydi g'ayri pil o'xshamaydi g'ayri bo'lsa pilning alomatini qabul qilmaydi. Ya pil mozining alomatini, ya pil muzarining alomatini yoki pil amrining alomatlarini qabul qilmaydi. Mana buni biz ism fe'l deb ataymiz. Shuni biz navbatda bu vaqtda Abdur yine Musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Fi'lun muzari'un yali lam kayasham madiyal af'ali bitamiz vasim bin nun fi'lul amri in amrun fuhim wal amru illam yakun lin nun mahal fihi wasmun nahu sah wa hiya hal" degan. Fil muzari degan nima desa, fil muzari degan lamga yondishib keladi. Yashamga o'xshash, lam yasham deb yashamga o'xshash lamga yondishib keladi dedi. Endi maziyal af'ali bitamiz fil mazini tavilan farqlantirib. Maziyal af'al bita mis mayyaza yumayyizu mayyiz degan o'xshash maza yumayyizdan chiqqan amalimiz fil mazini tavilan ta'ul fa'ilan farqlantirib yoki ta'ul ta'nis as-sakina bilan farqlantirib. Masalan, zahabtu deganga o'xshash yoki zahabat deganga o'xshash. Wasim bin nun fi'l al-amr in amrun fuhim. Fil amrini nun bilan belgi qo'ying. Fil amrini nun bilan belgi qo'yib, ama fil amri ekandan agar buyruq ma'nosi tushunilsa, shu fildan buyruq ma'nosi tushunilsa, fil amrini nun bilan belgi qo'ying. Endi buyruq ma'nosi tushunilibdi. Buyruq ma'nosini tushunilgan bilan nun ta'kidni qabul qilinmasa, bu chaqda bu ism fil bo'ladi. Shundaydi. Wal amru illam yakul lin nun mahal fihi wa ismun nahsa wa hayya hal. Amir agar o nunga urun olmasa, pil bir pil buyruq ma'nosini bildirib, o nunga uningda urun bo'lmasa, nuni ta'kidni qabul qilinmasa, o ismi fildir. Sah va hayya hal deganga o'xshash. Sah va hayya hal deb odatda sah uskut degan ma'noda buyruq fil. Sah odatda endi ism filni biz bayon 3 ga bo'ldik-ku. Shu. Endi fil mozi ma'nosida keladi yoki fil muzari ma'nosida keladi yoki amr ma'nosi bilan kelgan ism fil deb qaraymiz. Shunga endi sah desak, masalan uskut degan ma'noda keldi, hayya hal desak aqbil degan ma'noda degan ma'noda keldi. Shayton desak iftiraqa ma'nosida keldi. Shunga o'xshash ufin desak masalan atazajjaru degan ma'nosida keldi. Shunga o'xshash ism fillar va bizning hozir o'rganganimiz fil mozi degan nima, muzari degan nima, fil amri degan nima va uning ism fil degan nima. Va shundaqla fil amrining alomati nima va fil muzarining alomati nima ve fil mazinin alameti nima ve ismi fiil degan nima ve onun alameti qanday bo'ladi degan haqida to'xtaldik. Va endi hozirgi darsimiz ya'ni al-ma'rab vel mabni haqida to'xtalamiz. Ya'ni ism al-ma'rab vel mabni min al-asma. İsimlardan
mu'rabdir va ismlardan mabnidir va. İsim biz aldığımız dersimizde mi dep ötdük, isim mu'rab ve mabni dep atılır. Anda biz birinci sualimiz isim mu'rab degan nima ve ikinci sualimiz isim mabni degan nima? Haqiqat to'xtalamiz. Al-ismul mu'rab ismun yetagayyaru ahiruhu bi tagayyur mevki'il cümle. Cümledeki onu özgürüşten onun ahiri nusluk tavuşu belgesi özgürlüğün isimni isim mu'rab deymiz. İsim mabni degan nimada? İsim mabni deganimiz ismun la yetagayyaru ahiruhu bi tagayyur mevki'il cümle. Cümledeki onu özgürüşten onun ahiri özgermeydiğini biz bunu isim mabni deb atadık. Anda olsa isim mu'rab ve isim mabni haqiqat to'xtaldik. Anda da isim mu'rab isimlarga asli qoida mu'rab bo'lish. Endi ism mabni bo'lganda qanday chaqda mabni bo'ldi? Mabni bo'lishning sharti nima degan haqida to'xtalamiz. Anda da isim mabni bo'ldi. Harfga yaqindan o'xshaganlik jihatdan isim harfga yaqindan o'xshaganlikdan andindan isim mabni bo'ldi. Endi o'xshash şöyle, şu isimning harfga o'xshashi to'rt jihatdan bir jihatda to'rt jihatdan bir jihatda isim harfga o'xshashdi. Musannif rahimulloh deydi: "Val ismu minhu mu'rabun ve mabni li shabahin min al-huruf mudni." İsimlarning ichidan mu'rablar va harfga yaqin o'xshash mavjud bo'lganligi uchun mabnisi va deb atadik. Şunlaşqa isim mu'rab ve mabni harfga o'xshaganlikdan mabni bo'ldi. O'xshashilishi tashabbil vaz ismi ji'tana vel ma'nawi fi mata ve fi huna. Ve kaniyabatan anil fi'li bila ta'assurun kebtiqarin ussila. Demek isim mabni biz aldıga desek, meyli aldı deyli, meyli yetti deyli, meyli 8 degan bo'ldi. Isim mabni bir jihatda harfga o'xshaganlik jihatdan mabni bo'ladi. Anda o'z birinchisi cho desa, masalan shu vazi jihatda ismga o'xshash. Odatda harflarning ismi mabni bo'ladi. Vazi jihatda harfga o'xshaganlik uchun harfning bir harflik va ikki harflik vaqtda ismning masalan zimirlar jihatanadagi ta'ga o'xshashdi, jihatdagi ta bir harf, na ikki harf, mana bu jihatlar harflarning bir harfligi va harfi jar bo'lgan baga o'xshash va ikki harfligi va odatda figa o'xshash. Endi shu vazi jihatda harfga o'xshaganlik uchun mabni bo'ldi. Buning ichidan qoldi zamirlar. Endi mabni ismlarning birisi zamir bo'ldi. Zamir nima uchun mabni bo'ldi desa, harfga o'xshaganlik uchun. Nima desa, u vazi jihatda bir harflik va ikki harflik bo'lish jihatda harfga o'xshaganlik uchun shu zamir mabni bo'ldi deymiz. Val ma'navi fi mata va fi huna. Va ma'na jihatda harfga o'xshaganlikdan, ya'ni ism mabni bo'ldi. Bu qasi desak, masalan, ism istifham. İsm istifham mabni nemishqa harfga ma'na jihatda o'xshagan. Qaysi harfga desa, odatda hamzatul istifhamga o'xshaganlik uchun savol ma'nosini bildirishda, ism istifhamlar savol ma'nosini bildirishda hamzatul istifhamga o'xshaganlik uchun mana bu ma'noda harfga o'xshab qolganligi uchun shunga mabni bo'ldi deymiz. Va fi huna va huna deki ma'naviy o'xshash dedik. Bunadan maqsad ismi ishorat bo'ldi. Ismi ishoratmi mabni. Endi ismi ishorat bilan ism istifham mabni bo'ladi. Nima desa, ma'na jihatda harfga o'xshaganlik uchun. Endi bu harfga o'xshash ma'na jihatda o'xshash ikki bo'ldi. Yoki mavjud bo'lgan harfga o'xshaydi yoki taqdiran badab qaralgan harfga o'xshaydi. Endi amaliy mavjud bo'lgan harfga ma'nada o'xshaganlik uchun mabni deganimiz o ism istifham. Hamzatul istifhamga ma'nada o'xshaganlik uchun mabni bo'ladi. Endi ikkinchisi badab qaralgan amaliyat yo'q, lekin badab qaraladigan muqaddar bo'lgan bir harfga o'xshag'ini u qasi ism ishoratlar. Ism ishoratmi ma'lum bir narsani ishorat qiladi. Uningdan bir harflar
onun bilan shunday qilib suolni harf bilan ifodalangan o'xshash anda da ishoratni harf bilan ifodalanadi bir harf ba muqaddar bir harf ba deb qaraymiz o'sha harfga biz istifhom ism ishora aşu muqaddar harfga o'xshaganlik uchun shu ism ishora mabni dedik. Bundan so'ng mabnining ichidan zimir mabni bo'lib bo'ldi va shundaqla ism istifhom mabni, ism ishorat mabni. Endi uning ichidan yana mabnining ichidan ism fe'lmi mabni bo'ladi. Biz bayam ism fe'lni dedik. Ism fe'l odatda mabni nima uchun desa fe'lga naib bo'lib kelishda va ta'sir ko'rsatib, ta'sir qabul qilmaslikda. Harf o'xshaydi, shunga ism fe'l mabni. Kaniyabatan anil fi'li bila ta'assur dedi. Ya'ni o mabni nima uchun mabni degan vaqtimizda ism fe'llar mabni bo'ldi. Fe'lga naib bo'lib kelishda harfga o'xshaganligi uchun. Nimada harfga o'xshaydi desa ta'sir ko'rsatishda va ta'sir qabul qilmaslikda. Harflarmi o'zining g'ayriga ma'lum ta'sirlarni ko'rsatadi, lekin o'zi uni ta'sir qabul qilmaydi. Ya'ni omil bo'ladi, ma'mul bo'lmaydi. Shu ism fe'llarmi bir narsaning omili bo'laydi, yana bir narsaning ma'mul bo'lmaydi. Mush jihatda fe'lga naib bo'lib kelib, fe'l bildigan ma'nolarni bildiradi. Hamda fe'lga naib bo'lib keladigan ism fe'ldan boshqa so'zlar bor. Masalan, masdarmi o'zining fe'lga naib bo'lib keladi. Lekin u ta'sir ko'rsatish bilan birga ta'sir qabul qilgan bo'lganligi uchun shunga harfga o'xshamaydigan. Ammo ism fe'l bilan masdar xuddi shukran desak yoki zarban desak o'zining fe'lga niyob bo'lib keldi. Lekin mabni bo'ldi. Nimishqa u harfga o'xshamaydigan. U naib bo'lib kelgan bilan lekin ta'sir qabul qildi boshqasidan. Ammo harf o'zi ta'sir ko'rsatdi, ta'sir qabul qilmaydi. Shunga ism fe'lmi boshqalarga ta'sir ko'rsatdi, ammo ta'sir qabul qilmaydi. Shunga biz bu ism fe'lni mabni deb qaraymiz. Chunki omil bo'lib qolgan, ma'mul bo'lmaslikda harfga o'xshaganligi uchun deymiz. Yana birisi endi 5-si qasi deganda 5-si asli bo'lgan muhtojlik o'xshash dedik. Endi birinchisi zimirlar bo'ldi, ikkinchisi ism istifhomlar bo'ldi va shundaqla. Endi ismi shart, ma'na ismi shartlar mabni, ismi shartmi ma'nada harfga o'xshaganligi uchun qas harf kelsa indan iborat harf shartga, ismi shartlar mabni bo'ldi, indan iborat harfga ma'nada o'xshaganligi uchun. Yani in bildirilgan shart ma'nosi ismi shartlarni bildirganligi uchun shart ma'nosini bildirganligi uchun mabni bo'ldi. Endi 5-si ism fe'l bo'ldi, 6-si ism mavsul. Ism mavsul nima mabni deganda ism mavsul bu harfga o'xshaganligi uchun mabni. Nimada harfga o'xshagan desa g'ayriga muhtoj bo'lishdi. Harfmi harf degan nima deganda biz harf degan al-harf lays laha ma'nan illa ma'a g'ayriha. Harf deganning o'z oldiga mustaqil ma'no bildirilmaydi. O'zining g'ayriga qo'shilash bilan bir ma'no bildiradi degan ism mavsulmi o'z oldiga mustaqil ma'no bildirilmaydi. O'zining g'ayriga ma'no bildirishga muhtoj bo'ladi. Nima o'zining g'ayriga nimaga muhtoj bo'ladi ma'no bildirishda degan vaqtimizda harflarmi o'zining g'ayriga ya'ni silsga muhtoj bo'ladi. Harflar ma'no bildirishda o'zining silsga muhtoj. Harflar o'zining masalan harf jarlar ma'no bildirishda majrurga muhtoj. Inna anna kana lakin la'alla o'zining ismi va xabarga muhtoj ma'no bildirishda. Shuningdek kaptiqarin asli bo'lgan bir muhtojlikqa o'xshash shunday harf, ism, mavsul, harf shu harfga o'xshab qolgan muhtojlikqa. Ism mavsul nimaga muhtoj bo'ldi desa ma'no bilish siliga muhtoj. Demak, buni mabni bo'lgan 6 turni ko'rib o'tdik. Ism mavsul mabni, ism istifhom mabni, ism shart mabni, ism ishora mabni, zamirlar mabni va shundaqla ism fe'llar mabni bo'ldi. Bu mabnilarning mabni bo'lishi bir harfga o'xshab qolganligi uchun bir jihatda 4 jihatda harfga o'xshaydi. Yoki vaziy jihatda o'xshaydi, yoki ma'na jihatda o'xshaydi. Ma'na jihatda bar bo'lgan bir harfga o'xshaydi. Ya'ni in istifhom yoki in shartiga o'xshash, hamda istifhomga o'xshash yoki taqdiran badab qolgan bir harfga o'xshagan bo'ldi.
yoki üçüncüsü o bir ta'sir qilmasdan, qabul qilmasdan, ta'sir ko'rsatadigan, ta'sir qabul qilmasdan bir pilg'in noib bo'lib kelish jihatda harf o'qishdi. To'rtinchisi muhtojlikda harf o'qishdi. Shu jihatdan biz mabni, ya'ni shu oltilik ismni mabni deb qaradik. Mabni bo'lishning illatlari mana shundan iborat. Andana biz bayan dedik, ism mabnini tushunib o'tdi. Anda ism mu'rab degan nima desa, ism mu'rab yuqorqi harfga o'qishdan salomat qolgan bo'lsa, ism mu'rab bo'ldi. Ismul mu'rab ismun yataghayyaru akhiruhu bi taghayyur mawqihi al-jumla. Dedik, endi shu ism mu'rab degan nima desa, ism mu'rab odatda ism mu'rab mabnida bilindi. Endi mu'rab degani qasilda qad salima min shabahil harf. Harfga o'qishdan salomat qolganlari mu'rab bo'ladi dedik. Harfga o'qishni bayam so'zlab o'tib bo'ldik, u mabni bo'ldi. Harfga o'qishdan salomat qolgani u mu'rab bo'ldi. O ikkiga bo'linadi. Sahih ism va mu'tal ism deb ikkiga bo'linadi. Shun avtor deydi, mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahil harfi ka'rzin va suma. Mu'rab ism degan harfga o'qishdan salomat, o'qishib qilishdan salomat qolganidir. Arz deganga o'xshash va suma deganga o'xshash dedi. Arz va suma deb musannif rahimahulloh bu yerda ikki dona misolni keltirdi. Biri arz degan misolni ko'rdi. Buningdan ko'ra bo'ldiki, ism mu'rab ikkiga bo'ldi. Ism mu'rab sahihil akhir, ism mu'rab muqtalil akhir. Ism mu'rab bo'lib, oxiri sahih bo'lgan Muhammad Ahmad deganga o'xshash, kitob daftar deganga o'xshash yoki ism mu'rab bo'lib oxiri illatli bo'ladigan ism mu'rab mu'tal al-oxir ikkiga bo'linadi, yoki manqus bo'ladi yoki maqsur bo'ladi. Ya'ni o ism mu'rab manqus yoki ism mu'rab maqsur. Ism mu'rab manqus degan nima deganda, ism mu'rab manqus deganimiz ismun mu'rabun fi ahirihi ya'un lazimatun ma qablahu kasr. Ma qablaha kasr. Ahirning oldin qarib kasri o'qilg'uchi bo'lgan, bo'lishi zurul bo'lgan bir yaba mu'rab ismni ism manqus deymiz. Ismun mu'rabun fi ahirihi ya'un lazima dedi. Endi ya'un lazima degan ya'un asliya demakchi. Ya'un asliya. Lazima bu yerda ma'nosi asliya degan ma'no. O ya'ning oldi ziri qilgan asli ya bo'lgan. O ma'lum bir maqsadlar uchun kelgan ismning asli ya'si bo'lgan. Bu shunday demakchi. Masalan, al-qadi deganga o'xshash, al-mashi, ar-rami desak mishalki, ya'ni biz mush ismlarni ism manqus deymiz. Endi ikkinchisi oxiri illatli bo'lgan bu ismning ikkinchi ism maqsudidir. Ism maqsud degan nima desa, ismun maqsud, ismun mu'rabun fi ahiri alifun zaida. Yani ahirda ziyade ilip kelgan. Yani o yoki ahirda bir ilip kelgan ism deymiz. Masalan, suma deganga o'xshash yoki huda deganga o'xshash yoki salma deganga o'xshash. Bu yerga ilib maqsura bir necha maqsad uchun keladi. Ilib maqsura yoki asliya bo'ladi yoki ilib maqsura ta'nis uchun kelgan bo'ldi. Inshaalloh ism maqsurning babida buni tafsilga kirib o'tamiz. Demak, ism arzga o'xshash va sumaga o'xshash deb ikki misol keltirishi ismninki shu mu'rab ismlarning sahihdan iborat, oxiri sahih bo'lish va oxiri illatli bo'lishdan iborat ikki qismga bo'linadiganligini ko'rib olsak bo'ladi. Endi xuddi ism mu'rab va mabni deb ikkiga bilan o'xshash, filmu mu'rab va mabni deb ikkiga bo'linadi. Mu'rab fil va mabni fil deb ikkiga bo'linadi. Al-fil salasat aqsam. Al-fil madi va muzari va amri. Biz buni bayon etib bo'ldik. Anda bo'lsa fil madining fillarning ichida qasim mabni, qasim mu'rab. Mabni bo'lganda nimaga mabni bo'ladi? Mu'rab bo'lganda nimaga degan haqida to'xtalamiz. Fil odatda fil mazi va fil amri mutlaq mabni bo'ladi. Ama fil muzari ikki xil holatda mabni, qolgan holatda mu'rab bo'ladi.
Şu pillarning ichida fil mazi mabni ve fil emri mabni ve shunaqla fil muzari ikki xil holatda mabni, qolgan holatda ma'rab bo'ladi. Ana bo'lsa fil emri qanday chaqda ve fil mazi qanday chaqda mabni bo'ladi? Nima? Fil mazi bilan fil emri mutlaq mabni. Nimaga mabni bo'ladi desak, bu keyinda aniq o'tirib qo'yiladi. Ammo fil mazi odatda 3 narsaning biriga mabni bo'ladi. Ya sakinga mabni bo'ladi, yoki zammiga mabni bo'ladi, yoki fathaga mabni bo'ladi. Agar fil mazi oldingi darsimizdan bir qatim deb o'tayotgan fil maziga o'g'il jamoat tutsa zammiga mabni bo'ladi, zahabu deganga o'xshash. Fil mazining oxiriga nun nisbat taul fa'il naul fa'illar tutsa bu chaqda bu sakinga mabni bo'ladi, zahabtu zahabna zahabna deganga o'xshash. Agar filning oxiriga o'g'il jamoani tutashmasa, taul fa'il naul fa'illar nun nisbatlar tutashmagan bo'lsa, bu chaqda bu fil fathiga mabni bo'ladi. Fathiga mabni bo'ladi. Masalan, zahaba, zahabat, zahabata, zahaba deganga o'xshash. O elipsning tutashgan, elipsning tutasimi, zibarga mabni bo'ladi. Ammo fil amri mabni bo'ladi. Fil amri nimaga mabni bo'ladi deganda, fil amri mabni bo'lishda fil muzari jazm qilgan narsaga mabni bo'ladi. Endi fil amri mabni bo'lishda odatda ya sakin mabni bo'ladi. Agar fil muzari jazm qilgan narsaga mabni bo'ladi, fil muzari nimalar bilan jazm qiladi deganni tushunish lozim keladi. Anda bo'lsa, uni tushunamiz. Fil amri mabni bo'ladi, sakinga mabni bo'ladi. Agar u fil amrining oxir harfi sayyi bo'lsa, sakinga mabni bo'ladi. İzhab deganga o'xshash. İzhab deganga o'xshash. Ammo fil amrining oxiriga nuni ta'kid tutasiz-ku, o'chal zibarga mabni bo'ladi. Fil amri oxiriga nuni ta'kid mubashira tutashsa, zibarga mabni, nuni ta'kid mubashira tutashmagan chig'ida fil amri fil muzari jazm qilgan narsaga mabni bo'ladi. Masalan, izhab, izrib, uktub deganga o'xshash, buni oxiri jazmga sakin mabni. Fil muzari jazm qilgan narsa filning oxiri harfi sayyi bo'lsa, sakin mabni bo'ldi. Agar filning oxiri harfi illat bo'lsa, şu harflerinin taşlanışına mabni bo'ladi. Masalan, irmi desek, irmi fil amri mabni ala hazf harfi illa. Harfi illatning taşlanganligi mabni deymiz. Ammo o fil amri oxiriga elipsni vavul jamoat tutashgan bo'lsa, o nunning taşlanganligi mabni bo'ladi. Chunki u asli izhaba, izhabu İzhabi deganga o'xshash. Filning oxiriga elipsning yoki vavul jamoa yoki yaul muxotaba tutashgan bo'lsa, bu chaqda bu nunning tashlanishiga mabni. Masalan, izhabi, izhaba, izhabu desak, o'shada mabni ala hazfin nun deb qaraymiz. Endi fil amri sakinga mabni bo'ldi. Yoki nunning tashlanishiga mabni bo'ldi, yoki harflarning tashlanishiga mabni bo'ldi. Nuni bevosita tutashgan bo'lsa, nuni ta'kid mubashiratan holat tutashgan bo'lsa, zibarga mabni bo'ldi, fathaga mabni bo'ldi. Endi bo'lsa fil muzari mabni bo'landa bo'lmasa, fil muzari ikki xil holatda mabni bo'ladi, qolgan holatda fil muzari ma'rab bo'ladi. O ikki xil holat qolsa esa fil muzarining oxiriga nuni nisbat tutashgan bo'lsa, bu shartsiz sakin mabni bo'ladi. Masalan, yazhabna, tazhabna deganga o'xshash. At-talibatu yazhabna ila as-suq deganga o'xshash. Endi mishada yazhabna desak, nun nisbat va oxiri sukun mabni deymiz fil muzarining. Ikkinchi bir fil muzari nuni ta'kid bir vaqtda tutashgan bo'lsa, u chaqda bu fil muzari mabni bo'ldi. Nimaga? Fathaga mabni bo'ladi. Fil muzarining oxiriga nun ta'kid tutasa, la yakunanna desak, la yakunanna oxiri la yazhabanna deganga o'xshash. La akidanna deganga o'xshash, mana oxiri nun ta'kid tutashgan chaqda zibarga mabni bo'ladi. Demak, fil muzari ikki xil holatda mabni bo'ldi. Yani sakinga mabni
nun nisbat tutatsa patagi matni nun ta'kid mubashir holatda o'tirib fasil qilmagan holatda tutatsa fe'l muzari ikki holatda mabni bo'ldi. Qolgan holatda fe'l muzari mu'rab bo'ladi. Fe'l muzari mu'rab bo'lgan chog'da yoki boshqa ishlab turadi, yoki shunga ishlab turadi, yoki jazm qilib turadi. Ya'ni fe'l muzari marfu, fe'l muzari mansub, fe'l muzari majzum bo'ladi. Masalan, fe'l muzari qanday holatda boshqa ishlab keladi? Degan fe'l muzarining 5 ta harfi nasba va harfi jazmi kirmasa, u fe'l muzari boshqa ishlab kelgan bo'ldi. Masalan, Muhammadun yazhabu ila suq, Abdullah yaktubu darsahu desak, buni yazhabu yaktubu fe'l muzari marfu bu chunki uning 5 ta harfi nasba va harfi jazmi kelmaganligi uchun. Endi nava fe'l muzari mansub shunga ishlab keladi. Muhammad lam yazhab ila suq, Abdullah lam yaktub, Muhammad lam yazhab ila suq, Abdullah lam yaktub darsahu desak, buni bu jazm qilib kelgan bo'ldi, kesik formada kelgan bo'ladi. Fe'l muzari shunga ishlab keladi. Muhammad lan yazhaba ila suq deganga o'xshash 5 ta harf nasb kirsa shunga ishlab keladi. Harfi jazm kirsa kesik formada keladi. Agar 5 ta hech narsa kelmasa, u boshqa ishlab kelgan bo'ladi. Anda da fe'l muzarining boshqa ish alomatlarining bo'ladi, fe'l muzarining tushuntish alomatlarining bo'ladi, fe'l muzarining jazmlik alomatlarining bo'ladi degani to'xtalsa, fe'l muzari boshqa ishlab kelish, fe'l muzari boshqa ishlab keladi yoki zammi bilan boshqa ishlab keladi. Fe'l muzarining boshqa ishlamida zammi bo'ladi va yokinkida fe'l muzarining boshqa ishlamati taqdiran bo'ladi va yokinkida subutun nun bo'ladi. Agar fe'l muzarining oxir harfi sahih bo'lsa, fe'l muzari oxir harfi sahih bo'lganda bu fe'l muzarining boshqa ishlamati fe'l muzari oxir harfi sahih bo'lsa va 5 fe'l qatoridan bo'lmasa, af'al al-khamsining qatoridan bo'lmaganda uning boshqa ishlamati zammi bo'ladi. Masalan, Muhammadun yazhabu ila suqi desak, Muhammadun mubtada marfu alamatu rafi ad-damma az-zahira. Yazhabu fe'l muzari marfu alamatu rafi ad-damma jumla fi mahalli rafi xabar. Anda da yazhabu mishar boshqa ishlamati zammi bo'ldi. Endi fe'l muzari oxiri harf illati bo'lsa, uning boshqa ishlamati muqaddar bo'ladi. Masalan, Muhammadun yas'a desak, Muhammadun yaxsha desak, yaxshallah desak, yoki Muhammadun yarmi al-hajar desak, masalan yarmi deyli, yaxsha deyli, yoki Muhammadun yad'u deyli. İşte yad'u olsun, yoki yarmi olsun, yoki yaxsha olsun, uni oxirida harf illat yoki wo yoki ya yoki alif bo'ldi yaxsha. Yansa deganga o'xshash, yad'u deganga o'xshash, yasmu deganga o'xshash, yarmi deganga o'xshash. Mushunda holatda buning boshqa ishlamati muqaddar bo'ladi. Masalan, Muhammadun yas'a desak, yas'a fe'l muzari marfu alamat rafi ad-damma al-muqaddara ala al-alif. Endi Muhammadun yad'u desak, Muhammadun yad'u desak, Muhammad yad'u fe'l muzari marfu alamat rafi ad-damma az-zamma al-muqaddara ala fawqul va. Va ustida ba deb qaralgan zammini deymiz. Muqaddar deymiz, bir ba deb qaralish degan bo'ldi. Endi Muhammadun yarmi desak, yarmi fe'l muzari marfu alamat rafi az-zamma al-muqaddara ala al-ya, ala fawqul ya dedik. Buni mishada bu fe'l muzarininki boshqa alamati zammi bo'ldi yoki zamma muqaddara bo'ldi. Endi agar u fe'l muzari 5 fe'lning qatoridan bo'lsa, ayni bu vaqtda uningki boshqa alamati subutun bo'ladi. Unda 5 fe'l degan nima? Qanday fe'lni 5 fe'l deb ataymiz deganda, agar fe'lning oxiri ani yoki una yoki ina qo'shilgan bo'lsa 5 fe'l bo'ldi. Ya'ni fe'l muzarining oxiriga vavul jamoa yoki yaul muxotaba yoki alif sinin qo'shilgan bo'lsa, u fe'l 5 fe'l bo'ladi. Masalan,
Yazhabani, yazhabuna, tazhabina degan o'xshash bo'lsa 5 pil. إذا اتصلت واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف اثنين يسمى أفعال الخمسة. شو أشقى مش 5 pilning boshqa ish alomati subutun nun, nasb va jazblik alomati, shumkirish va kesik formada kirish alomati hazbun nun, nunning tashlanishi bo'ladi. Shunlashqa biz bu yerda boshqalash alomati. Endi fil muzari tushumkir ishlab keladi dedik. Fil muzari qanday holatda tushumkir ishlab keladi desa, unga 5 ta tushumkirish alomatlari keladi. Tushumkirish alomatlarining bo'ldi desa, tushumkirish alomatlari fatha bo'ladi. Masalan, filning oxiri harf sahih bo'lsa yoki filning oxiri harflar to'lab, harflarning ichidan vo yoki ya bo'lgan bo'lsa, u chog'da tushumkirish alomati fatha bo'ladi. Masalan, Muhammadun lan yazhaba deganga o'xshash. Buni filning oxiri harf sahih bo'libdi, tushumkirish alomati fatha bo'ldi. Endi yoki oxiri harfi illat bo'libdi, harfi illat bo'lganda vo bo'libdi yoki ya bo'lgan bo'lsa, masalan lan yad'uva deganga o'xshash. Lan yad'uva desak, mana yerda vo harfi illat bo'libdi, buning tushuntirish alomati oshkor ekanli. Lan yarmiya deganga o'xshash ya. Chunki fil muzarining tushuntirish alomati fatha bo'ladi. Filning oxiri harf sahih bo'lsa yoki filning oxirida harf illat bo'lgan vo yoki harf illat bo'lgan ya bo'lsa. Ammo filning oxiri harfi illat alif bo'lib qolgan bo'lsa, yaxshiga o'xshash, yas'aga o'xshash, yansaga o'xshash bo'lib qolsa, bu chog'da fatha muqaddar uning nasblik alomati bo'ladi. Masalan, lan yansa desak, yansa fil muzari mansub, alomati nasbi al-fatha al-muqaddara alal alif deymiz. Endi anda bo'lsa, agar o fil 5 pilning qatoridan bo'lib qolsa-chi, fil 5 pilning qatoridan bo'lib qolsa yoki 5 pilning qatoridan bo'lganda 5 ga oxirida nunning tashlanganligi nasblik alomati bo'ladi. Lan yazhaba, lan yazhabu, lan tazhabi deganga o'xshash shunday qilib keladi. Endi fil muzari qanday holatda jazm uldirsak, kesik formaning alomatlari jazm o'qituvchi alomatlar 5 ta kaslidik. Jazmning alomatlarining bo'ladi desa, fil muzarining jazmining alomati sukun bo'ladi. Agar filning oxiri harf sahih bo'lsa, sakin bo'ladi. Agar filning oxiri harf illat bo'lsa, jazmlikning alomati harf illatning tashlanishi bo'ladi. Agar 5 filning qatoridan bo'lsa, nunning tashlanishi bo'ladi. Masalan, lam yazhab desak, filning oxiri harf sahih edi, jazm o'qildi, jazmlik alomati sakin bo'ldi. Endi lam yarmi desak, lam harfi jazma la mahalla min al-i'rab, yarmi fil muzari majzum, alamatul jazmi hazf harfi illa fa huwa ya. Yani ya'dan iborat harf illat tashlanganligiga jazm qilib kelgan deymiz. Mayli lan ya bilan bo'lsin harf illat yoki alif bilan bo'lsin, masalan lam yarmi, lam yad'u, lam yansa degan o'xshash, hammasida harf illatning tashlanganligi jazmlik alomati. 5 pil bo'lsa, ya'ni nunning tashlanganligi lam yazhaba, lam yazhabu, lam tazhabi degan o'xshash shunaqa holatda keladi. Endi film demak, yuqorida biz fil mazining, fillarning mazi muzari amriga bilinadiganligi va ularningki mazi bilan amrining mabni bo'lganligi, mabni bo'lganda nimalarga mabni bo'lganligi va shundaqli fil muzarilarningki ikki xil holatda mabni bo'lganligi, undan boshqa holatda mu'rab bo'lganligi, mu'rab bo'lganda nimaga mu'rab bo'ldi, mabni bo'lganda nimaga mabni bo'ldi, buni tafsil ko'rib o'tgan bo'ldik. Biz buning dalili ustida tuvandagi baytni ko'rib o'tamiz. Wa fi'lu amrun wa mudiyyin buniya wa a'rabu muzari'an in ariya min nun tawkidin mubashirin wa min nun inasin kayarna manfutin. Fil amri bilan fil mazi mabni qilindi. U grammatikashunoslar yoki arablar yoki nahviylar fil muzarini mu'rab qildi. Agar u fil muzari ta'kidning bevosita nunidan xoli kelgan bo'lsa va ayollikning nuni inas, ayollikning nunidan xoli kelgan bo'lsa mu'rab qildi.
Mesela yaruna men Putin degan so'zingizga o'xshash. Ka yaruna men Putin esa ka qavlika yaruna men Putin. Kaptin keyin qavli degan so'z tashlangan, qavlika degan muzaf bilan tashlangan, yaruna men Putin tashlangan, qavlika degan muzaf bilan bo'lgan qavli so'zdan badal bo'ladi. U sizning yaruna men Putin yaruna men Putin yani şu ayollar bilan dunyoda ayollar bilan shu fitna qilingan kishilarni ayollar qo'rqitdi. U ayollar qo'rqitdi desak, o'sha yaruna degan nun nisbat, shu yarunani biz mishada sakinga mabni deb qaradik. Endi bu ham nun tak tutashganning misolini ko'rib o'tgan bo'ldik. Endi anda bo'lsa biz yuqorida ism, fe'llarni ko'rib o'tib bo'ldik. Anda bo'lsa al-kalimatu salasatu aqsam ismun fi'lun harfun degan, anda bo'lsa bizda qolib qolgan harf qolib qoldi. Harf mu'rab bo'lamdi, mabni bo'lamdi. Mabni bo'lgani nimaga mabni bo'ladi degan haqida to'xtalamiz. Kullu harf mabni. Al-mabni la yunawwan. Har qanday barliq harflar mabni bo'ldi. Bu yerga harfdan maqsad biz deb beşte o'tgan bo'ldik. Huruful maani maqsad bo'ladi. Huruful maanining hammasi mabni bo'ladi. Mabnidagi asli mabni sakin bo'lish kerak. Mabni bir narsa mabni o'tgan cho'qim asli sakin mabni bo'lish kerak. Lekin ma'lum sabablarning jihatdan sakin mabni bo'lmay, uning g'ayriga mabni bo'lgan ahvollar ham mavjud. Kullu harf mabni. Çünkü kullu harfin mustahiqqun lil bina vel asl fil mabni ay yusakkana ve minhu zu fatin ve zu kasrin ve dam ka ayna amsa haysu ve sakin kam. Çünkü barliq harflar mabni bo'lishga loyiq. Endi mabnidagi asli sakin o'qilish. Mabni o'tgan bir so'z asli cho'qim sakin mabni bo'lish kerak. Endi uning ichidan fataga mabni bo'lganlar bor. Fataga mabni bo'lib qolgan ismlar bor, kasrga mabni bo'lganlar bor, zammiga mabni bo'lganlar bor, sakinga mabni bo'lganlar bor. Masalan, ayna deganga o'xshash. Ayna desak fataga mabni bo'ldi. Amsi desak kasrga mabni bo'ldi. Haysu desak zammiga mabni bo'ldi. Kam desak mana sakinga mabni bo'ldi. Endi kam desak sakinga mabni, chunki mabnidagi aslilik sakin bo'lish bo'lg'achqa kam. Endi o'sha ayni va amsi va haysular bu nimishqa sakin mabni desa, chunki buni aynini sakin mabni qilsak, amsini sakin mabni qilsak, haysuni sakin mabni qilsak, u chog'da iltiqo sakinayn ikki sukunning bir yerda uchiq qilishi tepilg'achqa, ikkisi sakin bir yerda jo'g'lashib qolgan bo'lg'achqa, shu yerda biz buni sakin mabni bo'ldi. Ma'lum sabablarning jihatidan shu zammiga mabni bo'ldi, ba'zi kasrga mabni bo'ldi, ba'zi fataga mabni bo'ldi. Demek kullu harf mabni. Demek bugünkü dersimiz müşahede ahirlaştı. İnşallah kinki dersimizde biz enva'ul i'rab ve alametul i'rab hakkında toxtunumuz ve onun başka mezmunlar hakkında toxtunumuz. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.